Tasvirlarda ko'rib turganingizdek, Malibu avtomobili haydovchisi ijtimoiy tarmoqlarda mashhurlikka erishish uchun yo'l harakati qoidalarini qo'pol ravishda buzgan holda harakatlanib, nafaqat o'z hayotini, balki boshqa harakat ishtirokchilari xavfsizligini ham xatarga qo'ygan. Olib borilgan surishtiruv ishlari natijasida qoidabuzar transport haydovchilari shaxsiga oydinlik kiritildi. Mazkur holat yuzasidan hujjatlar rasmiylashtirilib, qonuniy chora ko'rish uchun jinoyat ishlari bo'yicha Farg'ona shahar sudiga yuborildi. Sud jarayonida holat har tomonlama va xolisona ko'rib chiqildi. Haydovchining o'z ko'rsatmalari, shuningdek ichki ishlar organi xodimlarining dalil va tushuntirishlari tinglandi. Yo'lda qilingan har qanday mas'uliyatsiz harakat qonun oldida javobgarlikka sabab bo'lishi, hech kimni o'zi va o'zgalar hayotini xavf ostida qoldirishi haqqi yo'qligi tushuntirildi. Birinchidan, avtotransport vositasini boshqarish huquqiga ega emassiz. Lekin shunga qaramasdan avtomashinani boshqaryapsiz hamda turli manevrlarni sodir qilib, o'sha boshqa harakat ishtirokchilarining harakatiga xalaqit bergan holda avariya holatini ham keltirib chiqargansiz. Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalib ketishi ham mana o'zingiz aytyapsiz, kimlargadir shu harakatlarni takrorlash uchun rag'bat bo'lib xizmat qilishi mumkin-da. Shu holatlarni ham oldini olishimiz kerak deb hisobladi sud. Qonun ustuvor jazo esa muqarrar. Sud tomonidan haydovchining qilmishiga yarasha tegishli jazo tayinlandi. O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 128 prim 10 moddasi 2-qismida ko'rsatilgan huquqbuzarlikni sodir etgan deb topilsin. Mazkur modda bilan 15 sutka ma'muriy qamoq jazosi tayinlansin. Haydovchi bugun qilmishidan pushaymon, ammo endi kech. Har bir haydovchi aniq bilib qo'yishi kerak. Yo'l xursandchilik qilish joyi emas. Dadamning mashinasini olib chiqib, yo'lda shashka manevrlar bo'ladi. Bu ish yaxshilik bilan olib kelmasak yaxshilikka. Bu holatni hech kimga tavsiya qilmayman. Shu ishimdan afsusdaman. Transport vositasi o'yinchoq emas. Bir lahzalik kayfiyat ortida inson hayoti, oilalar taqdiri turibdi. Bunday qilmishlarning oxiri hech qachon yaxshilik bilan tugamaydi.